Nechinchisi aka bu? 30 ta mashinadan 3 tasida shunaqa muammo bo'ldi. Onyx mexanika egalari uchun maxsus video. Onyx mexanikadagi asosiy muammolardan bittasi выжимной подшипникka ketib qolishi. Faqat bizda eksklyuziv videolarni topishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, albatta foydali bo'ladi. Выжимной yuklamani ko'tara olmasdan, sanligini mana shunaqa joyidan moy qo'yib yuboradi. Xaridorlardan tushayotgan ko'plab shikoyatlardan so'ng Asaka zavodi va nihoyat выжимнойni dizayniga o'zgartirish kiritdi. Korpusini plastmassa qismi temirga o'zgartirildi. Bu o'zgarish 2025-yil mart oyidan boshlab yig'ilgan avtomobillarda o'zgargan. Agar siz avtomobilingiz shu vaqtgacha yig'ilgan bo'lsa, katta ehtimollik bilan muammoga uchrashingiz mumkin. Bugungi kunda bozorda men ikki xil variant topib oldim, ya'ni Xitoy varianti bilan Braziliya varianti. Ko'rinishiga e'tibor bersanglar bo'ladi, plastmassalarda farq qiladi, orqasidagi metallida ham farqi bor. Lekin ikkalasini korpusi plastmassa. Aynan Braziliya varianti hozir qimmatroq chiqadi, lekin sifatida ham ancha farq bor. Shu raqamlarni eslab qoling, aynan shu raqamlardagi выжимной подшипник temir korpusli bo'ladi va Asaka ham hozir faqat shu выжимной подшипникka qo'yyapti. Bizani bozorda bu raqamli подшипник topa olmadim. Rossiya va Qozog'iston bozorlarida bor ekan, zakaz qilsangiz bo'ladi. GM ko'plab modellarga to'g'ri keladigan va topish qiyin bo'lmagan выжимной hisoblanadi. Agar avtomobilingizni kafolat shartlari buzilmagan bo'lsa va shunaqa muammoga duch kelgan bo'lsangiz, barcha respublikamizdagi dilerlarga murojaat qilib, muammongizni tekinga hal qilsangiz bo'ladi. Bu videoni tez Onyx mexanika haydaydiganlarga va ustakalarimizni jo'natib qo'ysanglar, foydali bo'ladi, sizlarni ham duo qilib qo'yadi. Mana shu tugmani ham bitta bossangiz, videoingizni rekka chiqarib olar ekan. Foydali videolarni ko'proq odamlar ko'rsin.